Faberlic kompaniyasiga a'zo bo'lganingizdan keyin sizga biz sayt ochib beramiz. Ya'ni endi Faberlic kompaniyasida sizni o'zingizning shaxsiy kabinetingizga ega bo'lasiz. Va u kabinetingizga kirib siz bemalol Faberlic kompaniyasining mahsulotlarini ichki narxda olib, o'zingiz uchun, uyingiz, ro'zg'oringiz uchun foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'zingizga yaqin punktni uyda o'tirgan holda belgilaysiz. Uyda o'tirgan holda sayt orqali kirib zakaz berasizlar va uyda o'tirgan holda dastavka qildirasizlar. Masalan, mana bunaqa tovaringlar ofisimizga yetib kelgandan keyin mana bunaqa nakladnoy ko'rinishida keladi. Bu esa sizning ism familiyangiz yozilgan bo'ladi, telefon raqamingiz yozilgan bo'ladi hamda siz olgan mahsulotlar spiskasi, sizga nomi, ichki narxi, qancha so'mma skidka qilib berilgani va katalog narxi yozilgan bo'ladi. Qaranglar, kompaniyamiz qanaqa halol. Sizni yashash adreslaringiz ham ro'yxatdan o'tilgan paytda kiritilgan mana shu qog'ozga tushadi. Tovaringiz kelgandan keyin ofis rahbarlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Uyingiz adresingizni aytganingizdan keyin ular sizga dastavka qilib yetkazishadi. Siz endi bozordan mahsulot xarid qilmasdan Faberlic kompaniyasiga a'zo bo'lib, o'z saytingizga ega bo'lib, mazza qilib arzonga mahsulotlarimizdan olib ishlatishingiz mumkin.